Assalomu alaykum qadrli futbol ahli, O'zbekiston ahli. Kaf soatini to'g'rilamoqda. Teskari sanoq ozodiyda do'stlar. Boshladik. Sayfiyevdan pas bo'ladi ichkariga. Zarba yo'lida futbolchi bor. O'tdi. Keng zarba. Biroq pas bo'ladi ichkarida. Talatob tepish kerak. Yomon urdi. Futbolda hozir endi yana ichkariga pas bo'ladi. Mana shu yerda Talatob. Bizlarda kim bor? Nikillar bo'lsin. Afsus. Karimi Yana urib kelyapti. Mana shu durang natija. Eron O'zbekiston keyingi o'yinlarda ko'rishamiz.